Xullas, oqqan solganimizdan keyin suvga qanaqa jism solishimizdan qat'iy nazar, u oqqan bo'lsin, xohlasangiz mana sichqoncha sog'sang, tashlab olsang, sichqonchaning hajmi qancha bo'lsa, hajmi bor bo'lsin, o'shancha suvni tezak ko'taradi. Misol uchun mana sichqonchani tashlab olsang, qancha bo'lsa shuncha suv ko'taradi. Hozir biz masalamizda 5 ta oqqan soldik. 5 ta oqqan soldik. Qarang, 5 ta soldik, to'g'rimi? Mana 5 ta solgan bo'lsak, 5 ta tushadi. Tagiga tushadi, to'g'rimi? U qayerdadir joy keladi. Misol uchun, xonada mana shu yerga bir odam uyilib qolsa-da, narodan kirayotgan odamlar nima qilish kerak? Bularni surish kerakmi? Ular yo'qolib yurish kerakmi? Xuddi shunday. Qarang. Sen tepadan oqqan solgandan keyin oqqandan qayerga tushadi? Suvga tushadi, pastga tushadi. Pastda ular joy egallashdi. Suyuq bo'lgach nima qilish kerak? Ko'tarish kerak. Chunki pastda joy qolmagandan keyin qayerdan chiqadi avtomatik? Tepaga chiqadi. Demak, mana shu yerda suvimiz bizda 9 sm ga ko'tarildi. Bor yo'q. Tushundilaring? 9 sm ko'tarildi. Endi biz mana bu joyni qilib olsak, masalan, mana shu joyni qilib olsak, qanaqa shakl chiqadi mana? To'g'ri o'lchak. Hozir nima deymiz? Albatta chiqadi. Xo'p, tagi nechi? 15, yog'i nechi? 8. Mana bu yer nechi? 9. Mana shu hajmni topa olamizmi? Topa olamiz, demak. 15 ga 8. 120. 9 ga ko'paytiramiz. 1080 santimetr kub. Demak, 5 dona oqqanimiz 1080 santimetr kub joyiga. Endi bizda bitta oqqan hajmini so'rayotganmiz. Oqqan qancha bo'ladimiz? Qancha bo'ladi? Standart bo'ladi. 1080 ni bo'ladi. Tak, 10 ichida 2 ta bor, 80 ichida 8 ichida santimetr kub degan bor. Demak, bir dona oqqanimizning hajmi qancha? 216 santimetr.